Assalomu alaykum, hurmatli chorva qo'yish qozlari. Mana bunday toza hisori qo'chqor ishqozlari. Xo'p, hurmatli YouTube ahli akalar, sizlar uchun 2 dona qo'chqorni zo'ridan kelgan. Videoni oxirigacha ko'rib like bosib turasizlar. Bularda ham ma'lumotini berib o'taman. Xudo xolasa kanalimiz yangi akalar. Birinchi videoyimiz bu. Xudo xolasa poddeshka qilib, like bosib, obuna bo'lib turaverasizlar akalar. Xudo xolasa bunaqalardan davomiy bo'ladi. Bir marta chiqarib qo'ymaymiz. Davomiy bo'ladi. Xudo xolasa chiroylilaridan chiqarishga harakat qilamiz. Sizlardan bitta iltimos, kanalga obuna bo'lib, like bosib, kommentariyaga otangga rahmat yozib turaverasizlar akalar. Qo'ylarni go'zallaridan kelgan 2-3 partiya qo'yimiz chiqadi. Bo'lib chiqaramiz, partiya qilib. Chiroyli ma'lumotni beraveramiz akalar. Xo'p, akalar, bu qo'ylarimiz ikkalasi ham qo'chqor. Toza nasldor qo'chqorlar, quloqlari butun ikkalasini. Oyoq qo'li uzun, kelajagi bor, ko'chat narsalar. Yosh oyligi akalar. 3 oylik atrofida. 3 oylikdan o'tgan akalar. Biz ham olib kelganmiz, aniq bilmaymiz. Xo'p, sorti toza, qon toza narsalar akalar. Lekin zotini bilmayman akalar, zoti qanaqa zot. Arashammi yo'q sorimi, lekin oq yuzlik, quloqlari uzun variantidan, oyoqlari ham tikka. Xo'p, quloq razmerlari akalar, xo'p, bu orqada turgandagi kattarog'iniki akalar 19 sm. Bunikini akalar o'lchamaganmiz. Buniki ham o'shnaqa. Orqa dumbalari ham ikkilasiniki ham tikka yorma dumbadan kelishgan qo'ylar akalar. Yurishlari o'ta chiroyli. Oyoq qo'li tikka. Ko'chat narsalar, shu qo'yib olaman degan akalarimizga. Xo'p, bo'ylariga keladigan bo'lsak akalar, bo'ylari 70 plus minus kelaverasizlar akalar. Uzunligi ham uzun. Sort toza, qon toza narsalar. Qo'ylarimiz kelganiga 2 kun bo'ldi akalar. Ozgina charchog'i bor qo'ylarning. Old tarafini ko'ring, to'shlarini. Yuzlari oq yuzdan. Quloqlari ham akalar. Akalarning qo'ylarimiz holati. Xo'p akalar, manzilda aytish xayoldan ko'tarilib qolibdi. Manzilimiz Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'i turibdi. Xo'p akalar, bu Qirg'izistonning qo'yi emas, shu O'zbekistonda tug'ilgan. Lekin ota-onasi Qirg'izistonning qo'yidan. O'sha nasldor qo'ylardan. Akalar, ma'lumotini hammasini berdim deb o'ylayman. Agar kamchilik bo'lsa telefon qilsalaring, telefonda qolgan ma'lumotni beraveramiz. Xo'p akalar, buni narxini ham aytib o'taman. Narxi akalar so'mda kelgan, so'mda gaplashamiz. Dollarda kelmagan. Xo'p, narxi akalar ikkilasini bir joyga olsalaring 3,5 million so'mdan bo'ladigan joyiga akalar dastavka qilib chiqarib beramiz. Dastavkalarimiz Toshkentgacha 3,5 million so'mdan Toshkentga chiqarib beraman. Xo'p, narga Samarqandga ham bor akalar, Samarqand, Buxoroga ham bor. U yoqqa kelishilgan holda dastavkani qilib beramiz. Xo'p, akalar, xudo xolasa videomiz yoqdi deb o'ylayman. Telefon qilaverasizlar, like bosib, obuna bo'lishni unutmaysizlar. Chiroyli qilib dastavka qilib yetkazib beramiz. Kimga ma'qul kelsa akalar telefon qilaverasizlar, xudo xolasa. Qo'ylab puliga arziydi, uyaltirib qo'ymaydi. Ikkinchi partiyamizga o'tamiz akalar. Ikkinchi partiyamizga ham o'ta go'zallardan kelgan. Xo'p, akalar, ikkinchi partiyamizga o'sha yoshicha ulug'rog'idan akalar, kattarog'idan birinchi partiyaga qaraganda oyoq qo'li uzun, dumba razrez cho'tkisidan, ko'chatidan, xudo xolasa. Xo'p akalar, bu ikkalasi ham qo'chqor. Hisor qo'chqorlar akalar. Quloqlari butun ikkalasini ham, oyoq qo'li uzun. O'ta yo'g'on, 50 qo'ylar akalar. Uzunligi ham uzun, xudo xolasa. Kelajagi bor. Pulingizga pul qo'shadigan. O'sha Damazda jentra qilaman degan akalarimizga akalar bular. 5 ta emas, 2 ta boqsangiz akalar yetadi. O'sha zo'ridan. Bularda bo'ylari akalar 75. Yosh oyligi, hop akalar, nargisi 8 oylik, bunisi 6 oylik atrofida akalar, 5-6 oylik atrofida.
ikkilasini ham yeb ichishi yaxshi. Hop, sog'ligidan muammosi yo'q. Shuni olib borib akalar ozgina yemini berib, tarbiyasini qilsalaring, xudo xolsa kuziga o'ta ideal zo'r qo'chqor bo'ladi ikkalasi ham. Yuzlari tiniq, yeb ichidan kamchiligi yo'q qo'yiladi. Shu bularni ham kelganiga 2 kun bo'lgan akalar, ozgina sho'xroq qo'zlar ekan. Oyoqlari ham illiga baquvvat qo'ylar. Hop, bo'ylarini ham aytib o'tdim akalar, bo'ylari shu 70 plus, 75 atrofida. Hop, bularni ham kelganiga shu 2 kun bo'lgan akalar. Ozgina sho'xroq qilyapti qo'chqorchalarimiz. Akalar, buni ham videoni cho'zmasdan narxiga o'tamiz. Kamchiligini telefonda so'rab olaverasizlar qolgan ma'lumotini. Hop akalar, narxiga keladigan bo'lsa akalar, narxi ikkilasini 4 milliondan emas, 3 million 700 dan dastlabki qilib Samarqandgacha yetkazib beraveramiz akalar bularni. 3 million 700 ming so'mdan xayri ham bor akalar, xayrini ham qilib beramiz. Chiroyli qilib yetib borgandan keyin pul sanab beraverasizlar akalar. Duo qilib qo'yasizlar. 3 million 700 ming so'mdan akalar. Kimga ma'qul kelsa telefon qilaverasizlar. Unaqa mayda shuda bachkana qo'chqor emas, jaydari qo'chqor emas akalar. Sorti bor. Bu dumbani qaranglar, tulashni boshlagan o'zi bunisi. Bunisi ham o'ta chiroyli. 2 oyligimi, 1,5 oyligimi kichikroq bunga qaraganda akalar nargisi. Kimga narxi to'g'ri kelsa telefon qilaverasizlar akalar. Bugunga shular ekan akalar, 2 dona birinchi, ikkinchi partiyamizda qaysinisi yo'qsa telefon qilaverasizlar. Chiroyli qilib, xudo xolsa dastlabkilarini yetkazib olib borib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Akalar, mana shu kanalimiz yangi, yana oxirida ham aytib o'taman videoning oxirida. Hop, paddashka qilib akalar, obuna bo'lib turinglar. Xudo xolsa chiroyli, faqat mana shunaqa sifatli qo'y chiqaramiz. Sizlar istagan qo'ylar mana shu kanallarda chiqadi akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.